Barchaga Mobile o'ynovchilar, men arzimas SSVga bosh bo'lim bo'ldim. Shifoxonaga ishga kirdim. Albatta obzor orqali hozir sizlarga bu yerdagi ishlash muhiti, ish muhitini ko'rsatib o'tmoqdaman. Xo'p, bu yerda har doim tug'ilib, kiyim almashtirib, forma xonasi xullas. Men hozirda 8 rangman. Srogimda o'tyapman. Mana bunday ko'rinish, bemalol kelaverasizlar. Mobile'da nimadir savolga qiynalsalaring, kommentariyada yozib ketsalaring, men sizlarga javob beraman albatta. Demak, bu yerda o'yin juda qiziq ketadi, chunki больницada medkarta yangilash, bemorlar kelsa bemorlarni davolash, xo'p, 4-palat. Mana bu yerda bemorni davolash ishlari ketyapti. Xo'p. Mana bizga bemor kelgan. Nima bo'ldi? Bu hozir bu bemorni oyoqlari shikastlandi. Shu bo'yicha tashxis qo'yilgan. Hozir bu bemor davolanadi va o'z manziliga yetkaziladi. Mana tepada ko'rayotgan bo'lsalaring, tez yordamga qo'ng'iroq qilib, hozir oldiga boramiz. Ketdik. Albatta tez yordamga boramiz. Qo'tyapti. Bir ro'yxatdan oldik. Ulardik. Endi hozir sherik chiqsa, hozir odamni olib kelishga boramiz. Sekin-sekin. Mana yo'lga chiqib oldik. Hozir biz endi qo'ng'iroq bo'yicha ketyapmiz. Hozir bemorni palataga joylashtirib, unga tez tibbiy yordam ko'rsatamiz. Hozir birinchi bo'limda birinchi yordam ko'rsatishimiz kerak. Bemalol Mobile o'yinda arzimasga kelib turib, shifoxonasiga silang, bemalol ishga olamiz. Bu yolg'on chaqiruv ekanimiz osib shashdi. Endi nima deysizlar, shunaqa odamlar ham borda. Yaxshi, mayli, nima bo'lganda ham biz tibbiy yordamga bordik, jon to'ldirib olamiz. Xo'p, shu kabi qiziq voqealar bor. Bemalol kelsalar ishga olamiz. Discordda arizalar ochiq. Arizaga ham arzimas sog'liqni saqlash vazirligi qaraydi. Xo'p, unga men ham qarab turaman, chunki o'zim ishga olib turaman. Shuning uchun
bemalol ariza tashlab Discorddan kelsalaring va birga o'ynaymiz, rang ko'tarasizlar. Xullas, men o'z srogimni tugatishimga oz kunlar qoldi. Bu yerda ishlayman yo'qmi, lekin baribir yaxshigina do'stlar orttirishga erishdim desam ham bo'ladi. Xo'p, shunday qilib Global o'yinida shifokor bo'ldim. Bu shifokorlik yaxshi kasb hisoblanadi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, hammaga rahmat. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.